Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuimiz 7-mavzu ko'payt tovushlarga ajratish va bo'linish qoidalarining davomini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda 8, 10 va 11 ga bo'linish qoidalarini o'rganib olamiz. Keyin ko'payt tovushlarga ajratishni o'rganamiz va undan so'ng o'sha juda ko'p sonlarni, bo'linish qoidalarini o'zingiz yarata oladigan formulalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, 8 ga bo'linish qoidasi oxirgi 3 ta raqamidan tashkil topgan so'ng 8 ga bo'linishi kerak. Xo'p, bu narsani yozib olamiz. Oxirgi 3 tasi, ya'ni oxirgi 3 tasi bu yerda 212. Shu 212 soni 8 ga bo'linsa, demak 7212 sonimiz ham 8 ga bo'linadi degani bu. Hop, 212 ni ustun shaklida bo'laolamiz. 8, 2, 16, 52. Hop, demak 6 chiqadi va 4 qoldi. Hop, demak 7212 sonimiz bu yerda qoldiqli chiqqanligi uchun 7212 soni 8 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Hop, 280 soni. 280 soni o'zi 3 xonali bo'lganligi uchun baribir bu o'zini ham ko'raveramiz. 280 soni 8 ga bo'linadi. Hop, 280. 3 24 45 minus. Hop, demak 280 8 ga bo'linar ekan, demak bo'linadi. Hop, yana qaraymiz oxirgi 3 ta songa 680, ya'ni 771 sonni 8 ga bo'linish yoki bo'linmasligini topish uchun oxiridagi 680 sonni bo'linishini topganimiz yetarli bo'ladi. Hop, 680. Ya'ni shundoq katta sonni 8 ga bo'linadi yoki bo'linmaydi deb o'tirgandan ko'ra shu qulayroq va bu kelasi mavzularda albatta kerak bo'ladi. Hop, 680 sonni 8 ga bo'lamiz. Hop, 8 64 405. Hop, demak 771 sonni 8 ga bo'linadi va shuni adashtirmaslik kerakki 771 sonni 8 ga bo'lsak 85 degan narsa bu juda katta xato bo'ladi. 680 sonni 8 ga bo'lganimizda 85, lekin 771 bu juda ham qo'pol xato hisoblanadi. Hop, demak 33340. 33340. Bu yerda ham shu 340 ni o'zini olamiz. Oxirgi 3 tasi 33000 degan narsa kerak emas. Hop, 340 sonni 8 ga bo'lamiz. Hop, 4 32 20. Hop, 2 4 qoldi. Hop, demak 4 qoldi bo'lganligi uchun 33340 soni 8 ga bo'linmaydi. Hop, 10 ga bo'linish qoidasi, meni fikrimcha 10 ga bo'linish qoidasidan osonroq qoida yo'q bo'lsa kerak. Hop, 10 ga bo'linish qoidasi oxirgi bitta raqami, ya'ni oxirgi raqami 0 bo'lgan son. Masalan, 101830 soni 10 ga qoldiqsiz bo'linadi. Bu yerda 3315 soni berilgan ekan, oxirgi raqami 0 bo'lmaganligi uchun bu bo'linmaydi. Bunda ham shuncha 0 ketgani bilan oxirgisi 1 bo'lib qolganligi uchun bu ham bo'linmaydi. Va bunda oxirgi raqam 0, demak bu son 7670 soni 10 ga qoldiqsiz bo'linadi. 11 ga bo'linish qoidasi. 11 ga bo'linish qoidasi biroz murakkabroq, lekin tushunib olsa bo'ladi. Qoida shundan iboratki, to'q o'rinda va juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisi alohida hisoblanadi va ularning kattasidan kichigini ayriladi va ayirma 11 ga qoldiqsiz bo'linsa, u son qoldiqsiz 11 ga bo'linadi degani. Xo'p, bu degani nima degani?
to'q o'rinda turganlari xohlagan tarafingizdan sanab ketaverasiz. Masalan, bunda yo'q, birortasida to'q qaysi, juft qaysi deb turmaysiz. Masalan, shu to'rxonalikda to'q va juft o'rin qaysi degan savol to'g'ri kelib qolishi mumkin. Masalan, bu yoqdan sanasangiz bu to'q, juft. Lekin bu yoqdan sanasangiz to'q, juft. Farqi yo'q. Lekin faqat shuni unutmaslik kerakki, bittasini bir tarafdan sanab, keyingisini nari tarafdan sanalsa, bu juda katta xato bo'ladi. Xohlagan tarafingizdan sanaverasiz. Hop, to'q. O'sha to'q o'rinda turganlarini tagiga chizib, juftga chizmasangiz, qulayroq bo'ladi hisoblashda. 3, 5. Hop, demak 8,1345 soni 11 ga qoldiqsiz bo'linadi degan savolga javob topish uchun to'q o'rindagilarni yozib chiqamiz. To'q o'rindagini hisoblasak, o'span qo'ysak bo'laveradi. T deymiz, to'qni juft o'rindagilarni J harf bilan belgilaymiz. Hop, to'q o'rindagilar 8 ga 3 ni qo'shamiz, unga 5 ni qo'shamiz. 8 qo'shilgan 3 qo'shilgan 5 barobar 16. Va juft o'rindagilar buni tepasiga chizsak ham hech nima qilmaydi. Prosta shunchaki hisoblab olish uchun hop 1 va 4. 1 qo'shilgan 4 barobar 5. Va qoidasida aytilganki, kattasidan kichigi ayrilgandagi son 11 ga qoldiqsiz bo'linsa deyilgan. Shu sababdan kattasi bu yerda 16, kichigiga esa 5. 16 dan 5 ni ayiramiz. Barobar 11. Demak, 81345 soni 11 ga qoldiqsiz bo'linadi. Sababi ayirganimizda chiqqan ayirmamiz 11 soniga qoldiqsiz bo'linadi. 11 ga bo'lsak 1, hech qanaqa qoldig'imiz 0 bo'ladi. Va bu qoida albatta hozir ko'rib o'tamiz. Ayirganimizda masalan 16, bu yer ham 16 bo'lgan vaziyatda ham bo'ladi, chunki 0 soni ham 11 ga qoldiqsiz bo'linadi. Ya'ni 0 soni kelib chiqadi. Qoidamiz bor edi. Bu qoida har doim ta'kidlab o'tish kerak. Bu qoida muhim. 0 bo'lingan biror bir son A son, ya'ni A teng bo'lmasligi kerak 0. 0 da A songa bo'lganimizda doimo 0 chiqadi, qoldig'imiz ham 0 chiqadi. Hech qanaqa qoldiq bo'lmaydi. Lekin A sonini 0 ga bo'lish mumkin emas. Ushbu qoidani yana bir bor takrorlab o'tishimiz kerak. Hop. Endi 7282 ni ko'rib chiqamiz. To'q o'rindagilar bu, juftdagilar bu. 7 ga qo'shamiz 8 ni, to'q o'rindagilari barobar 15. Hop. To'q. 2 ga qo'shamiz 2 ni barobar 4. Va biz 15 dan 4 sonini ayirsak 11 hosil bo'ladi. 11 soni 11 ga qoldiqsiz bo'linganligi uchun 7282 soni ham 11 ga qoldiqsiz bo'linadi. Hop, endi 13231 ni tekshiramiz. 13231 dan ham o'sha to'q juftlarni belgilab olsak qulayroq bo'ladi. Hop, to'q o'rindagilar 1 qo'shilgan 3 qo'shilgan 1. Juft o'rindagilari, ya'ni bu 13331 sonni o'sha tekshirilishi. Hop, juft o'rindagilari 3 qo'shilgan 3 barobar 6. Hop, demak bu 5 ga teng bo'ladi. Kattasidan kichigini ayiramiz. 6 ayrilgan 5 barobar 1. 1 soni 11 ga bo'lganimizda barobar 0 chiqadi va 1 qoldiq qoladi. O'sha 1 qoldiq qolganligi sababli o'sha 13331 sonimiz 11 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Hop, demak bu bo'lingandi, bu bo'lindi. Hop, bu esa bo'linmaydi. Hop, keyingi sonimiz 7909. 7909. Hop, tekshiramiz.
chizib olamiz birinchi. 7 qo'shilgan 0 bu to'q deymiz. Hozir juvon deb o'ylaymiz, chunki bu yoqdan sanaganda bular juftga to'g'ri keladi. Farqi yo'q. Juft to'q o'rin, juft o'rin deb qo'ysak sal tushunarli bo'lsa kerak. Hop, keyin juft o'rindagilari 9 qo'shilgan 9 barobar 18, 7 ga 0 qo'shsak 7. Kattasi 18 bo'lganligi uchun 18 ayrilgan 7 barobar 11. Barobar 11 va 11 soni 11 ga qoldiqsiz bo'linganligi uchun demak 7909 sonimiz 11 ga qoldiqsiz bo'linadi. Keyingi sonimiz 132340. 132340. Hop, shu sonni 11 ga qoldiqsiz bo'linadimi? Shuni tekshiring desa, o'sha har doimgidek bu qoidalar bizni vaqtimizni tejash uchun qilingan, deb o'ylab topilgan deylik. Hop, belgilab olamiz. To'q juft to'q juft to'q juft. Hop, qo'shishni boshlaymiz. To'q o'rindagilar barobar 7 6. Kattasidan kichigini ayiramiz. 7 ayrilgan 6 barobar 1 va 1 soni 11 ga qoldiqsiz bo'linmaganligi uchun 132340 soni ham bo'linmaydi. Xohlagan katta sonlarimizni ham albatta bu qoidalar hammasi uchun taalluqli, hammasi uchun yaxshi ishlaydi. Bundan oldingi videoda yozilgan narsalarni, qoidalarni yodlab olishimiz kerak. Albatta ular ancha kerak bo'ladigan qoidalar. Hop, endi tub ko'paytiruvchilarga ajratishni o'rganamiz. Ya'ni bo'linish qoidalarining haligi davomi, ya'ni ko'proq narsani o'zimiz yarata olishimiz uchun tub ko'paytiruvchilarga ajratish mavzusi bizga kerak bo'ladi. Hop, tub ko'paytiruvchilarga ajratish mavzusini o'rgatishdan oldin bir narsa kichik tushuntirish berib o'tmoqchiman. Masalan, daraja 7 sonini ikkinchi darajasi necha desa, 7ni ko'paytiramiz 7 ga, ya'ni 2 yozilganligi uchun 2 ta 7 ni ko'paytiramiz. Agar 7 ni 5-darajasi deganda 7 ni ko'paytiramiz 7 ga, uni ko'paytiramiz 7 ga, 7, ya'ni jami 5 ta. Bu yerda 5 bo'lganligi uchun 5 ta 7 ni ko'paytirsa bo'ladi. O'sha daraja agar bitta birorta son yozib, tepasiga sal kichikroq boshqa son yozib qo'ygan bo'lsa, o'sha darajani bildiradi. Odatda darajadagi soldagi biroz kichikroq bo'ladi, lekin ya'ni hozir sizlar mavzuingizda biroz kichikroq bo'ladi. Va bilishimiz kerak bo'lgan narsa shu xolos. Ya'ni masalan 3 ning 3-chi degani 3 ko'paygan 3 ko'paygan 3. 3 ta 3 degani biz unga o'sha darajadagi songa qarab nechta 3 ni bir-biriga ko'paytirishimizni aniqlab olamiz. Hop. Ularni tushunib bo'ldik menimcha. Hop, endi tub ko'paytiruvchilarga ajratish qanday qilinadi? Hop, buning uchun masalan bizga beradiki, masalan 81 sonini tub ko'paytiruvchiga ajrat deydi. Va qoida har doim ya'ni har doim tub ko'paytiruvchiga ajratayotganimizda tub sondan foydalanamiz va tub sonning ham birinchi o'rinda eng kichikidan boshlab. Ya'ni masalan 81 soni bo'ladigan bo'lsa, biz 81 nechaga bo'linadi? 9 ga bo'linadi. 9 deb yozib keta olmaymiz. Har doim tub sondan foydalanishimiz kerak va tub sonning ham eng kichigidan boshlab qilishimiz kerak. Hop, bu tub ko'paytiruvchi yaratayotganimizda albatta bo'linish qoidalari bizga kerak bo'ladi. Bo'linish qoidalari mavzusi uni 6-mavzuda batafsil ko'rib o'tganmiz va bugun davomini ham o'tyapmiz. Hop, 81 sonini tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. Buning uchun biz 81 ni yozamiz. Shunday zo'rroq chiziq chizib olamiz. Bu sonimiz kattaroq, kichikroq, o'zimiz o'sha taxmin olishni ham o'rganib olamiz o'zi. Ya'ni uni o'rgatish shart emas, o'zimiz misol ishlaganda bilib olamiz. Hop, 81 sonini eng kichik tub sondan boshlab narsa tekshiramiz. Hop, eng kichik tub sonimiz 2. 2 bo'lganligi uchun 81 soni 2 ga bo'linadi degan savolga javob topishimiz kerak. 81 soni oxiriga raqami
2'ye bo'linadigan son bo'lmaganligi sababli 2'ga bo'linmaydi. Endi keyingisi 3. 81 soni 3 ga qoldiqsiz bo'linadi, chunki 8 ga 1 ni qo'shsak 9, 9 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Bu bo'linish qoidasida aytib o'tilgan. 3 ga bo'lamiz. 81 ni 3 ga bo'lsak 27. Agarda kattaroq sonni bo'layotgan bo'lsak, ustun shakldan alohida joyga foydalanishimiz ham mumkin agar chiqara olmaydigan bo'lsak. Hop, 27 ni 3 ga 27 ni yana tekshiramiz. 2 ga tekshirib bo'lganmiz. Bu 81 bo'linmaydi degani 27 to'shni aniq bo'linmaydi degani. Hop, 27 endi 3 ga bo'linishini tekshiramiz. 3 ga bo'linadi, ya'ni 2 7 9 bo'lganligi uchun 3 9 9 3 ga bo'linadi. 3 9 ni 3 ga bo'lsak 3 chiqadi, 3 ni 3 ga bo'lsak 1 bo'ladi. Ya'ni oxirida 1 qolguncha biz sonlarga bo'lib chiqishimiz shart. Hop, 1,5 ming soni. 1,5 ming soni ko'rishda bir marta ko'rishda bildikki, bu 2 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi va hokazo. Va biz birdaniga 5 yozib ketishimiz bu xato. Ya'ni eng kichigidan bo'linadigandan boshlab ketishimiz kerak. 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'ladigan bo'lsak 750. 750 son ham 2 ga bo'linadi, chunki oxirisi 2 ga bo'linadigan son. Buni bo'ladigan bo'lsak 375. 375 sonini tekshiramiz. Ya'ni 5 ga bo'linishini bildirdik. Lekin tekshirsak 3 ga 7 ni qo'shsak 10, ya'ni 2 dan keyingi tupson 3 bo'lganligi uchun 3 ga tekshiryapmiz. 10, unga 5 ni qo'shsak 15. 15 ni ham tekshiradigan bo'lsak 1 ga 5 6, 6 3 ga qoldiqsiz bo'lganligi uchun bu ham 3 ga bo'linar ekan, demak 3 ga bo'lamiz. 375 sonni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 125 hosil bo'ladi. 125 sonni ham 3 ga tekshiramiz. 1 ga 2 ni qo'shsak 3, unga 5 ni qo'shsak 8. 8 soni 3 ga qoldiqsiz bo'linmaganligi sababli 5 ga o'tamiz. 5 ga bo'linadi, oxirgi raqam 5 bo'lganligi uchun bo'lsak 25. 25 soni 5 ga bo'linadi 5. 5 bo'ladi bo'lganimizda buni yana 5 ga bo'lamiz, oxiri 1 qoladi. Shu qoidani yozib olishimiz va yodlab olishimiz shart. Agarda bizda o'zi tupson bergan bo'lsa nima qilamiz? Masalan, 31 deylik. 31 sonni ko'paytiruvchi ijodlaydigan bo'lsa, hech qanaqa, ya'ni agar tupson beradigan bo'lsa, umuman biz 2 ga tekshirishimiz yoki 3 ga tekshirishimiz, ya'ni tupsonlar jadvalini yozgan bo'lsak, 2 ga, 3 ga, 5 ga, 7 ga tekshirib o'tirishimiz shart emas. Chunki bu o'zi tupsonni ko'p bo'linuvchilari faqat o'zi va 1 bo'lganligi uchun tupsonlar uchun o'zini yozib qo'yib qolamiz. 31 bo'lsak 1. Xo'p, endi darajani nimaga o'rgatdim? Mana bu yerda yozilgan narsalarni ham o'rganib olishimiz uchun. Xo'p. 81 yozamiz. 81 teng. Birinchisi qaraymiz. 3 qatnashgan ekan. 3 dan nechta qatnashgan? 4 ta. 3 dan 4 ta qatnashganligi uchun bu yerda 4 ta sanaganligimiz uchun darajasiga 4 yozdik. 81 3 ning 4-darajasi ekan. Ya'ni 4 ta 3 sonni ketma-ket ko'paytiradigan bo'lsak 81 songa erishamiz. Hop, endi 1,5 ming sonni yozib chiqamiz. Endi kichigidan boshlaymiz. Kichigi 2 va 2 ta ular. 2 ning 2-darajasi ko'paytiramiz. Ya'ni bu yerda ko'paytirib qo'ymang, chunki faqat 3 dan iborat edi. Bu yerda boshqa sonlardan ham iborat bo'lganligi uchun ko'paytiruv belgisini qo'yamiz. 3 dan bitta. 3 dan 1-darajasi ko'paytiramiz. 5 dan 3 ta ekan. 5 ning 3-darajasi. 2 ta 2 ni, bitta 3 ni va 3 ta 5 sonni ko'paytiradigan bo'lsak, 1,5 ming songa erishamiz. Hop, endi bu sonlarni ko'rib chiqamiz. 72. 72 2 ga bo'linadi. Ya'ni eng kichigidan boshlaymiz. 36. 36 soni ham 2 ga bo'linadi. 18. 18 2 ga bo'ladigan bo'lsak 9. 3. Ya'ni 9 2 ga bo'linmaganligi uchun 3 ga o'tib ketamiz. 9 ni 3 ga bo'lsak 3. 3 ni 3 ga bo'lsak 1.
Demak 72 sonimiz 2ning 3 ta bo'lganligi uchun 3-darajasi va ko'paytiramiz 3ning 2-darajasi. Hop, endi 358 soniga qaraymiz. 358 soni 2 ga bo'linadi. 2 ni yozamiz. 358 soni 2 ga bo'linadi. 2 ni yozamiz. Hop, 159 soni 2 ga bo'linmaydi. 3 ga o'tamiz. 1 ga 5 ni qo'shsak 6, 6 ga 9 15, 15 3 ga bo'linadi. Demak 3 bo'ladigan bo'lsak 53. 53 soni, ya'ni tub sonlar jadvalini yozgan bo'lsangiz, tub son hisoblanadi. Buni 53 gacha bo'lgan sonlarga bo'lib chiqishimiz shart emas tub sonlarga. 53 1. Hop, 1000 demak 358 soni 2ning birinchisi ko'paygan, 3ning birinchi darajasi ko'paygan, 53ning birinchi darajasi. Hop, endi keyingi misol 1111 soni. 1111 soni bir qarashda 2 ga bo'linmaydi. Qo'shib chiqargan bo'lsak 4 bo'ladi, demak 3 ga ham bo'linmaydi. 5 ga bo'linmasligi ham aniq. Hop, 7 ga bo'linishini ustun shaklda tekshirishimiz kerak, chunki bo'linish qoidasi yo'q va bo'linmasligini men bilganligim uchun shart emas holda sizlar qilishini kerak. Hop, 7 ga bo'linmaydi. Keyingisi 11. 11 ga bo'linishini bilishimiz kerak, ya'ni 1 ga 1 ni qo'shamiz va bu 1 ga 1 ni qo'shamiz, bunga buni, bunga buni. Keyin eng kattasidan eng kichigini ayiradigan bo'lsak, ya'ni ikkitasi ham teng bo'lganligi uchun bir-biridan ayiraveramiz. Hop, 2 dan 2 ketsa 0, 0 11 ga qoldiqsiz bo'linganligi uchun, demak bu yerda 11 sonini yozamiz. Va buni bo'lsak 101 chiqadi. Bemalol ustun shakldan foydalanishimiz kerak. Agar topolmasak, kalkulyator, boshqa narsa umuman shart emas. Hop, 101 soni o'sha bo'linish qoidalarini yodlagan bo'lsangiz, bu tub son hisoblanadi. 101 1. Demak 1111 soni 11 ning birinchi darajasi 101 ning birinchi darajasiga teng, ya'ni ko'paytiruvchi shundan iborat. Katta sonlarni ham bemalol qilishimiz mumkin va 7 ga bo'linishini tekshirishda erinmasligimiz kerak. Ustun shaklda qilishimiz kerak agar kattaroq son bo'ladigan bo'lsa, agar og'ziga yecha olmasak. Hop, tub ko'paytiruvchilarga ajratish shulardan iborat edi. Endi bo'linish qoidalariga o'tamiz. Bu narsalarni ko'chirib olamiz. Bu yerda yozilgan qoidani o'sha videoni orqaroq qaytarib, yodlab, yozib olamiz. Endi o'sha eng yaxshi, biroz qiyinroq lekin zo'r mavzulardan biriga keldik. O'zimiz bo'linish qoidalariga o'zimiz qoida yaratib, o'sha chiqarib olamiz. Bu narsalarni kerak bo'lsa ba'zi bir o'qituvchilar ham bilmasligi mumkin, lekin bu tushunsa bo'ladigan mavzulardan biri. Hop, biz 12 ga, 22 ga, 27, 16, 18 da yo'q, o'zi tushunib bo'lamiz. Va 25 ni ham qo'shaylik. Tushunib olamiz, lekin hozir ko'rib chiqishni boshladik. Buning uchun birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? 12 ga bo'linish qoidasini yaratish uchun 12 sonni tub ko'paytiruvchiga ajratishimiz kerak. 12 ni tub ko'paytiruvchiga ajratsak 2, 6 chiqadi 2, 3 chiqadi 2, 2 emas 3, 1. Hop, demak 12 equal to 12 teng 2 ning kvadrati ko'paygan 3 ning birinchi darajasi. Hop, demak qoida bizda ko'rinib turibdiki, 12 soni bu degani 4 ko'paygan 3, ya'ni bu 2 emas, 2 ko'paygan 2 bo'lganligi uchun, ya'ni 2 ta 2 ning bir ko'paytirmasi bo'lganligi uchun 4 bo'ladi. 4 ko'paygan 3. Demak 12 soniga bo'linish qoidasi bu bir vaqtning o'zida 4 ga va 3 ga bo'linadigan son 12 ga bo'linadi. Hop, yana bir usul desak ham bo'ladi. Shunday qilib yozib olishimiz kerak. 12 barobar 2 ko'paygan 6 deymiz. Buni qilsak nima bo'ladi degan savol bo'lishi mumkin. Hop,
12, 2 ko'paygan 6. Bir vaqtning o'zida 2 va 6 ga bo'linadigan so'ng 12 ga bo'linadi degan qoida to'g'rimi degan savolga javob yo'q albatta. Sababi bir vaqtning o'zida 6 ga bo'linadigan so'ng 2 ga bo'linishi aniq. Bizga 4 ga bo'linishi kerak 12 bo'lish uchun. Shu sababdan bu xato. Demak, biz tub ko'paytiruvchiga yashashimiz kerak va shu ko'rinishga keltirib olishimiz kerak. Demak, bundan kelib chiqadiki, 12 ga bo'linish qoidasi bir vaqtning o'zida k va 4 ga. Biror misol ko'radigan bo'lsak, deylik. Hop, shu sonni 2 ga bo'linadi deydigan bo'lsa, tekshirishni boshlaymiz. 3 ga bo'linishini tekshiramiz. Hop, tekshiradigan bo'lsak, 8, 1, 0, 6 barobar. Hop, 15. 15 bo'linadi, demak 3 ga bo'linadi. Hop, 4 ga bo'linishi uchun oxirgi ikkita raqamni qaraymiz. 16 4 ga bo'linishi mumkin. Demak, bir vaqtning o'zida ham 3 ga, ham 4 ga bo'linganligi uchun, demak, bu sonimiz bo'linishini isbotladik. Hop, demak, bu narsa hozir qo'ygan misollarda ham ancha aniqroq bo'ladi, lekin hozir bir kamida 70% tushunib olgan bo'lishingiz kerak. Endi yana bir yangilik narsa 25 ga bo'linishi. Bu qanday? 25 ni tub ko'paytiruvchi aytamiz. 5, 5, 5, 1. Ya'ni 2 ga 3 ga bo'linmasligini men bilganligi uchun sirasi yozib ketdim. Hop, demak 25 sonimiz 5 ning ikkinchi darajasiga teng ekan. Ya'ni 5 ko'paygan 5, ya'ni 25. Endi bizdan kelib chiqdiki, 25 ga bo'linadigan son 25 ga bo'linadigan qoida kelib chiqdi, lekin qaraymiz. Hop, deylik, o'sha 4, 2 da ham bu qoidani yozib olish kerak. 2 da ham 5 da ham agar 5 ning birinchi darajasi bo'ladigan bo'lsa, oxirgi bitta raqam 2 ning birinchi darajasiga bo'linishini topish uchun ham oxirgi bitta raqamiga qaraymiz. Lekin 5 ning agar ikkinchi darajasi bo'lishi uchun oxirgi ikkita raqamga qaraymiz. Masalan, oxirgi ikkita raqam 25 ga bo'linganligi uchun mana 75 bo'lsa ham 25 ga bo'linadi. Demak, bu son ham bo'linadi. Ya'ni oxirgi ikkita raqamga qaraymiz. Hop, agarda 125 bo'lsa, ya'ni 3 ta 5 ning ko'paytmasi yoki 2 bo'ladigan bo'lsa, 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2. Bunda 3 ta 5 ning ko'paytmasi 5 ning 3-darajasi. 2 ning 4 ta 2 ning 2 ning 4-darajasi bo'ladi. Buning uchun oxirgi 5 ni topish uchun oxirgi 3 tasiga qaraymiz. 3-daraja bo'lganligi uchun 2 da 4-daraja bo'lganligi uchun oxirgi 4 ta raqamga qaraymiz. Ya'ni 5 va 2 ning qoidalari bir-biriga o'xshash. Hatto katta darajalarda ham shuni qo'llay olasiz. Hop, 125 ga bo'linish qoidasi demak, oxirgi 3 ta raqamga qarash. 625 ning qoidasi, ya'ni 4 ta 5 ning ko'paytmasi oxirgi 4 ta raqamga qarasangiz topib olasiz. Ya'ni 8 ning qoidasini ham 2 ning 4 ning qoidasini ham eslasak, 4 da 2 ta edi, 8 da 3 ta bo'ldi, 16 da endi 4 ta bo'ladi. Hop, demak, 25 ga bo'linish uchun oxirgi ikkitasi. Bu narsani o'sha 5 va 2 qoidasidan keltirib chiqardik. 25 bo'lish uchun 25 ga. Tamam. Demak, 16 ga ham mana endi ko'rib chiqdik. Hozir yana qaytaramiz. Mayli. Hop, endi 22. 22 ni ham tub songa ko'paytiruvchiga ajratamiz. 2, 11, 11, 1. Hop, demak 22 sonni bo'linishi kerak. Hop, 22 soni barobar 2 ning ikkinchisi 11 ning birinchi darajasi. Va tekshiramiz. Ya'ni bu 22 ga teng. Ko'paygan 11. Bir vaqtning o'zida ham 2 ga ham 11 ga bo'linadigan sonlar 22 bo'ladi. Ya'ni bir vaqtda 2 va 11 ga. Hop. Bir vaqtning o'zida 2 va 11 ga bo'linadigan son 22 ga bo'linadi.
Misol uchun deylik 3410 3410 22 ga bo'linadi desa, tekshirishni boshlaymiz. 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'linishini topdik. Bu 2 ga bo'linadi. 11 ga bo'linishini topish uchun biz 3 ga 1 ni, 4 ga 0 ni qo'shishimiz kerak va bir kattasidan kichikaytirish kerak. Hop, 4 ayrilgan 4. O'sha yerni qo'shdik 4, 4. Demak 0, 0 11 ga qoldiqsiz bo'linganligi uchun bu 11 ga bo'linadi. Demak 3410 sonimiz 22 ga ham bo'linadi. Ya'ni bir vaqtning o'zida ham 2 ga ham 11 ga bo'linishi kerak. Hop, demak tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisini ko'rib o'tamiz. Hozir 27 ga bo'linish qoidasini o'chirib tashladim. Bu keyingi mavzularda o'rganib olamiz. Ya'ni qoida emas, hammasiga bo'linish qoidasini shu tub ko'paytiruvchilarga yashash orqali boshqa usullar topish narsasi bor. Shuning uchun 27 ni o'chirib tashladim. Hop, 16 ga bo'linish qoidasi bo'yicha o'rgandik. 16 bu 2 8 2 4 2 2 2 1. Ya'ni 16 barobar 2 ning 4-chisi, ya'ni 4 darajada 4 bo'lganligi uchun o'sha nima qandaydir usulda ketib, oxirgi 4 tasi tashkil qilgan son 16 ga qoldiqsiz bo'linsa, bu bo'linadi degan qoida kelib chiqadi. 16 ga bo'linish uchun oxirgi 4 ta tashkil qilgan son. Ya'ni bu qoidalarni o'zimiz o'sha ona tili mahoratimizdan kelib chiqib yozib olamiz. Hozir meni fikrimcha mavzu zo'r tushunarli bo'lyapti sizlarga. 18 ga bo'linish qoidasi. 18 ga bo'linish qoidasini topish uchun o'sha 8 ni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. Birinchi 2 ga bo'linishi aniq 9 3 ga bo'linadi. 3 1. Demak, 18 barobar 2 ni birinchisi ko'paygan 3 ning ikkinchi darajasi. Demak, bizda bu 2 ko'paygan bu 3 ko'paygan 3 bo'lganligi uchun, ya'ni 2 ta 3 ko'paytmasi bo'lganligi uchun 9. Hop, 2 ko'paygan 9. Demak, 18 ga bo'linish qoidasi bir vaqtning o'zida ham 2 ga ham 9 ga bo'linishi kerak, ya'ni 22 ga o'xshash. Hop. Ya'ni o'sha 6 ga bo'linish qoidasini eslaydigan bo'lsak, bir vaqtning o'zida 2 va 3 ga bo'linishi kerak edi. Bu ham o'shandan kelib chiqqan. 2 ko'paygan 3, 2 ta tub son ko'paytmasi yoki o'sha darajalari bo'lganligi uchun o'sha 6 ning qoidasi kelib chiqqan. 8 ning qoidasi mana 16 ga bog'liq boshqa shunaqa. Hop. Demak, bo'ldi bular. Ko'paytiruvchiga ajratish va bo'linish qoidalarini o'zimiz yasay olishimiz bo'ldi. Masalan, bizga 150 ga bo'linish qoidasini top deydigan bo'lsa, 150 yozib olamiz. O'sha 2 bilan o'sha ko'paytiruvchiga ajratib turmaydi. 150 barobar 2 ning birinchisi ko'paygan, 3 ning birinchisi ko'paygan 5 ning ikkinchisi. Demak, bu degani 2 ko'paygan 3 ko'paygan siz ko'paytiruvchi ajratib keyin yozasizlar. Keyinchalik sizlar shakllanib ketadi avtomatik yozish. 25. Demak, 150 ga bo'linish qoidasi bir vaqtning o'zida 2 ga, 3 ga va 25 ga bo'linish kerak degani va bir vaqtning o'zida hammasiga tekshirib ko'ramiz va hammasida to'liq bo'linsa agar demak o'sha son 150 ga qoldiqsiz bo'linadi degani. Hop, bu mavzu bo'yicha deyarli muammomiz qolmadi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha salomat bo'ling.